Assalomu Quyidagi aniq integralni hisoblaymiz. Integral 0 dan pi taqsim 8 gacha sinus 2x dx bo'lingan sinus 2x plus kosinus 2x yechish. Berilgan integralni a bilan belgilaymiz. Demak, a barobar 0 dan pi taqsim 8 gacha sinus 2x dx bo'lingan sinus 2x plus kosinus 2x. B bilan quyidagi integralni belgilaymiz. B barobar 0 dan pi taqsim 8 gacha kosinus 2x dx bo'lingan sinus 2x plus kosinus 2x. Endi a plus b'ni topamiz. A plus b barobar 0 dan pi taqsim 8 gacha sinus 2x dx bo'lingan sinus 2x plus kosinus 2x plus noldan pi taqsim 8 gacha kosinus 2x dx bo'lingan sinus 2x plus kosinus 2x. Bu teng bo'ladi 0 dan pi taqsim 8 gacha sinus 2x plus kosinus 2x bo'lingan sinus 2x plus kosinus 2x dx. Bu teng 0 dan pi taqsim 8 gacha dx. Bu teng x. 0 dan pi taqsim 8 gacha. Demek bu pi taqsim 8 ga teng. Endi b dan a'ni ayiramiz. B minus a barobar 0 dan pi taqsim 8 gacha kosinus 2x dx bo'lingan sinus 2x plus kosinus 2x minus 0 dan pi taqsim 8 gacha sinus 2x dx bo'lingan sinus 2x plus kosinus 2x. Bu teng bo'ladi 0 dan pi taqsim 8 gacha kosinus 2x minus sinus 2x bo'lingan sinus 2x plus kosinus 2x dx. Oxirgi integralni quyidagicha yozamiz. Ya'ni differensial ostiga kosinus 2x minus sinus 2x kiritsak 1 taqsim 2 0 dan pi taqsim 8 gacha d sinus 2x plus kosinus 2x bo'lingan sinus 2x plus kosinus 2x. Bu teng 1 taqsim 2 natural logaritm sinus 2x plus kosinus 2x 0 dan pi taqsim 8 gacha. Bu teng bo'ladi. Teng 1 taqsim 2 natural logaritm sinus pi taqsim 4
plus kosinus pi taqsim 4 minus 1 taqsim 2 natural logaritm 1 bu teng 1 taqsim 2 natural logaritm kvadrat ostida 2. Bu teng 1 taqsim 4 natural logaritm 2. Demek biz quyidagilarni hosil qildik. A plus B pi taqsim 8 ga teng. B minus A esa 1 taqsim 4 natural logaritm 2 ga teng. Birinchi sistemani birinchi tenglamasdan ikkinchisini ayirsak, u holda 2A teng bo'ladi. Pi taqsim 8 minus 1 taqsim 4 natural logaritm 2. Bundan A barobar pi taqsim 16 minus 1 taqsim 8 natural logaritm 2 qoladi. Demak, berilgan integralimiz 0 dan pi taqsim 8 gacha sinus 2x bölüngen sinus 2x plus kosinus 2x dx integralimiz teng bo'lar ekan pi taqsim 16 minus 1 taqsim 8 natural logaritm 2. E'tiboringiz uchun rahmat.